Keling siz bilan reading passage'dan har kuni bitta gap tarjima qilamiz. O'rtacha, qiyin yoki ba'zan oson gaplar. Xo'p, bugun tanlagan gapim birinchi gap passage 2dan. A noisy restaurant, a busy road, or a windy day are all situations that can be intensely frustrating for the hearing impaired when trying to understand what other people are saying. Xo'p, bitta tarjima qilamiz. Noisy restaurant hamma bilsa kerak. Noisy shovqinli, restoran. A busy road band yoki gavjum yo'l. Or a windy day yoki shamolli kun. Shamol ko'p bo'ladigan kun. Demak, shovqinli restoran, gavjum yo'l yoki shamolli kun are all situations. Bular hammasi all situations. Hammasi shunaqa vaziyatlarki, Z qaysiki can be. Can be endi ozroq to'xtalamiz shu yerda. Can be degani shu paytgacha darajasi pastroq o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, can bu qila olmoq yoki qobiliyatni ifodalaydi bo'lgan gap. Lekin can be ko'rinishda kelsa, bu mumkin degan ma'noni bildiradi. Misol uchun, xo'p, aytishimiz mumkin. Gap tushib ko'ramiz. It can be good for you or your health if you sleep 8 hours a day. Tarjima qilamiz. Agar siz kuniga 8 soat uxlasangiz, it can be good for your health. Bu sizning sog'lig'ingiz uchun yaxshi bo'lishi mumkin deyapti. Demak, bo'lishi mumkin deb tarjima qilingan. Can be ko'rinishda kelsa. Keyingisi intensely frustrating. Frustrating degani jahlni chiqaradigan, g'azabni keltiradigan, asabni buzadigan degani. Intensely degani juda ham kuchli ravishda. Intensely frustrating bo'lsa, bu haddan tashqari juda ham kuchli ravishda jahlni chiqarish degan ma'noda keladi. Keyin for the hearing impaired. Xo'p, mana shu yerda bitta grammatika bor. Hearing impaired degan o'zi fe'l eshitishda nuqsonli degan. Endi mana bu sifat, mana bu sifatni oldiga agar biz the article qo'yadigan bo'lsak, bu otlashib ketadi. Misol uchun deylik, rich degani boy degan. Xo'p. Deylik, xo'p, my brother's friend is so rich that can buy anything he wants. Mana akamni do'sti shunaqangi boyki, u xohlagan narsasini sotib olishi mumkin. Xo'p, mana bu yerda rich bizga sifat bo'lib kelyapti. Lekin mana shu sifatni ot qilish yo'li bor. The qo'ysam, the rich are so deylik. Hop. Coming across the rich is so common today. Is so common situation today. Hop, nima dedim? Coming across, duch kelish, the rich, boylarga. Endi boy bu yerda sifat bo'lib qo'yapti. Boylar bo'lib otib kelyapti. Kimlar? Kim so'rog'iga javob bo'lyapti. Faqat
ehtiyot bo'lasizlar. Bu ko'plik shakllansa beradi. The rich bo'lsa boylar, the poor bo'lsa kambag'allar. Endi mana bu gapga qaytamiz. Hearing impaired degan o'z sifat eshitishda nuqsonli degan. Endi the kelibdi oldin. The kelgandan keyin eshitishda nuqsoni borlar, ya'ni eshitishda nuqsoni bor odamlar, eshitishda nuqsonli odamlar demoqchi. Mana shu odamlar uchun haddan tashqari juda ham kuchli frustrating, jahlni chiqaradigan, g'azabni keltiradigan, asabga o'ynaydigan holatlar hammasi deyapti. When trying to understand, qachonki tushunishga harakat qilganda, mana bu yerda qarasanglar, bizaga egani tashlab ketyapti. When they are trying demayapti. Shunchaki when trying deb ketyapti. Bu yerda hech qanaqa grammatik xato yo'q. Shunaqa shakl ham kelishi mumkin. Buni qanday tarjima qilamiz? Xuddi ega bordek tarjima qilib ketaveramiz. Qachonki harakat qilganda, ya'ni kim harakat qilganda desa, the hearing impaired, o'sha eshitishda nuqsoni bor odamlar tushunishga harakat qilganda deyapti. Endi nimani tushunishga deganda mana bu yerda bitta grammatika bu. What other people are saying. What deb bitta zo'r taraf bu. What'dan keyin xohlagan gapni qo'ysanglar, u o'sha gapni boshiga narsa degan so'zni yuklab beradi. Misol uchun I love degani men yaxshi ko'raman degan. Endi mana shuni oldiga shuni what qo'ysam, what I love degani men yaxshi ko'radigan narsa bo'ladi. Men yaxshi ko'radigan narsa is, hop, deylik nima? My laptop. Kompyuter bu men yaxshi ko'radigan narsa yoki men yaxshi ko'radigan narsa bu kompyuter. Yana bitta misol ko'ramiz. Xo'p. Men yomon ko'radigan narsa yoki men hozir qilayotgan narsa desak, misol uchun what I am doing right now degani what yopib tursak, what o'chirib tursak, hop, I'm doing right now. Men hozir qilayapman. Gap tugallangan yo'q. Xo'p, endi mana bu yerga what qo'ysak, what I'm doing right now degani men hozir qilayotgan narsa is teaching. Men hozir qilayotgan narsa teaching, dars o'tish. Bu shunaqa oson. Endi mana bu yerda tarjima qilamiz. What other people are saying. Boshqa odamlar aytayotgan narsa bo'lib ketadi. Bu gapda ega vazifasida kelyapti. Butun boshli gapni bitta what qo'shib ega qilaveramiz. Endi hammasini qo'shib tarjima qilib ko'ramiz. Xo'p. Shovqinli restoran, busy road, gavjum yo'l va shamolli kun are all situations. Bular hammasi shunaqa vaziyatlarki, qaysiki can be intensely frustrating for the hearing impaired. Qaysiki eshitishda nuqsoni borlar uchun haddan tashqari asabga tegadigan, jahlga o'ynaydigan bo'lishi mumkin bo'lgan yoki bo'la oladigan. When trying to understand, qachonki harakat qilganda tushunishga boshqa odamlar nima deyotgan. Endi bundan comprehension chiqarishga harakat qilamiz, tushunishga. Nima demoqchi o'zi? Ya'ni aytmoqchiki, shovqinli restoran, gavjum yo'l, shamolli yo'l, bular hammasi nuqsoni bor odamlar uchun, qachonki ular boshqa odamlar nima deganini tushunishga harakat qilayotganda haddan tashqari jahlni chiqaradigan chiqarish mumkin bo'lgan vaziyatlardir bularda hammasi demoqchi. Ya'ni mana sanab o'tilgan vaziyatlar, gavjum yo'l, shamolli kun, shular hammasi o'sha eshitishda nuqsoni bor bo'lgan odamlarni qachonki ular tushunishga harakat qilganda jahlni chiqaradigan narsalar ekan. Ma'no shu.